Farzandlarimizni boshqa bolalar bilan solishtirishimiz bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri. Ko'p holatlarda farzandlarimizga dalda berishimiz kerak bo'lganda, qo'llab-quvvatlashimiz kerak bo'lganda, biz onalar, otalar bolalarimizni sheriklari bilan, do'stlari bilan bilib bilmasdan solishtirib qo'yamiz. Ko'p holatda daldani shunaqa qilib beramiz. Misol deylik, bolamiz qanaqadir musobaqada qatnashdi va o'rin ololmadi. Biz shu payt uni yuqori o'rin olgan o'rtoqlari bilan solishtirib, bolamizga, farzandimizga sani bu tarafing undan yaxshiroq, uni mana bu joyi yaxshi chiqmadi, saniki zo'rroq chiqqan edi va shunga o'xshash ko'p gaplar bilan biz aslida bolalarımizga dalda bermoqchi bo'lamiz, qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lamiz, lekin bu uchun noto'g'ri yo'lni tanlab qo'yamiz. Boshqa bolalar bilan solishtirish farzandimizda boshqa insonlarni mehnatiga nisbatan, boshqa insonlarni amallariga nisbatan, yutuqlariga nisbatan qadrsizlik, hurmatsizlik tuyg'usini uyg'otib qo'yadi. Va bu uni hayotida hech qachon shunaqa tushkun holatga tushib qolganida, hayotida qanaqadir qiyinchilikka to'g'ri kelganida uni to'g'ri, sof yo'l bilan bu tushkunligidan, bu holatidan chiqarib keta olmaydi. Unda odat bo'lib qoladi. Har shunaqa holatga tushganida boshqa insonlarni qadrsizlantirib, o'ziga ozgina qadr beradi, lekin u shu holatda nega uni ishi ko'ngildagidek bo'lmaganini, masalan, shu musobaqada nega u yuqori o'rinni egallay olmagani yoki umuman o'rin egallay olmaganiga sabab bo'lgan haqiqiy sabablarni ko'ra olmaydida. Bu holatlaridan, bunaqa qiyinchilik holatlardan faqat o'zini taqqoslab, kim bilandir solishtirib, boshqa bir insonni mehnatini, yutuqlarini qadrsizlantirish evaziga o'zida qadrni his qilib, bu holatni yechimiga kela olmaydigan odat shakllanib qoladi farzandlarimizda. Bunda biz ota-onalar qanday bolalarimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak? Biz bunda boshqa bolalar bilan solishtirmasdan, bolamizni boshqa bolalar bilan taqqoslamasdan, diqqatimizni bolamizni kuchiga, g'ayratiga qaratishimiz kerak. Sen bu yutuqni ololmaganing bilan biz seni bu uchun qanchalik tirishganingni ko'rdik. Sen bunga qancha vaqtingni sarflaganingni ko'rdik. Senda bu o'rinni olish uchun hali yana imkoniyat bo'ladi. Seni qobiliyatlaring juda ham ko'p. Yoki shu narsaga senda qobiliyat bor, senda shijoat bor, senda g'ayrat bor, senda kuch bor. Qancha xatti-harakat qilganingni biz ko'rib turibmiz, biz qadrlaymiz. Biz uchun seni shu yutuq uchun intilganingni ko'rish bu bizning yutug'imiz. Va shunga o'xshash bolani aynan diqqatini o'ziga qaratib, farzandni kuchli tomonlariga urg'u berib, unga dalda berish kerak, uni qo'llab-quvvatlash kerak. Aslo boshqa bolalar bilan solishtirish kerak emas.